pul tushganda men sarflashda yaxshi ko'radigan nimalar olib tashladim. Uxlayotgan odamga o'xshayman. Qo'limga pul tushdi deguncha shirinliklar olib tashlayman. Вкусняшка. Nima derdi buni? Ashta. Xullas. Makrodan qiyma. Mandarin, kivi. Va eng yaxshi ko'rganim pistashkalikka o'xshadi. KitKat ekan va Max Fun. Banan. Kichkintoyimga. Va вкусняшкani 4 xil rang nimasidan qulpinolik, iriskalik va bananlik. Iriskalik, shokoladlik. Buni narxini bilmay oldim, lekin 190 millik bo'lib ketdi narsam. 100 ming atrofida bo'ladi dedim o'zimcha. Eng qimmati shu bo'lsa kerak. Va yana antika narsa oldim. Shunaqa. Lego ekan. Buni yasaysiz ekan o'zingiz. Bu nech pul deb o'ylaysizlar pulini? 3 xil oldim. Shunaqasini. Va bunaqasini. Qalay. Yaxshi qaranglar.